Zarba, gol! 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 1-1. Bu qanaqa zarba berdi, qarang. Dahshat joyladi. Buffon ham qaytara olmasdi. Qarang. O'zi ishladi. O'zi ishladi va chiroyli. Juda chiroyli. Ishonch bilan Ko'targanini qarang. Darvozabonni chalg'itib, ham agar to'g'ri topsa qaytara olmasdi. Zarba ham kuchli edi. Hozir yo'nalishini topganda ham menimcha qaytara olmasdi. Biz ham yaxshi ko'ramiz. Ko'tardi. Mana chap qanotga. Zo'r. Ber. Zo'r. Birga bir vaziyat. Gol! Aliyev. Chiroyli yakun, ajoyib nuqta. 2-0. Mana sizga qarshi hujum. Mana Abdulla topdingiz bu safar. Bizda vaziyatlar bo'ladi. Qarshi hujumda dedingiz to'ppiniki vol. Juda choy ham ichib olsa bo'ladi. Yigitlar maza qilishyapti. Aliyev yetib ulgurib pas berishiga qarang. Zaxiradan maydonga tushgan futbolchi. Abdullayevning uzatmasiga qarang. Ulgurdi Aliyev. Darvozabon kech qolibdi lekin. Zaxiradan tushganlar hozir katta sahnaga chiqdi. Albatta. Bu yerda Abdullayev ham zo'r o'ynadi. Chap qanotga to'pni yetkazdi. Top jarima maydonchasi ichida. Rustamovdan zarba gol! Qanday gol! Ajoyib. Shunchaki super ijro. Qarang. O'yinning eng yaxshi futbolchisi nominatsiyasida, demak, bu futbolchiga berib yuborish kerak. Hozirning o'zidayoq. Qarang, ijroni qarang. Shunchaki yerga tushirmasdan. Dadang! Juda chiroyli. 0-3. Maza qilishyapti yigitlar.